Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Dalasa Jaloliddinov O'zubi kanali. Bugungi videoda biz Ederson hamda Ter Shtegenni full holatga yetkazamiz va albatta keyinroq shu videoning oxirrog'ida Alissonni ham full holatga yetkazamiz. Xo'sh, videoga like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Albatta sizlarga bitta maslahatim, sizlardan bitta yordam so'rab qolaman. Ya'ni Telegram kanalimda hozir 275 ta obunachi bor va Telegram kanalim 300 ta obunachiga yetganda men yangi turnir yoki aksiyalar o'tkazaman deb va'da berganman va bu va'dani albatta ustidan chiqaman. Shu sababli Telegram kanalimga o'tib qo'yishingizni so'rab qolardim. Telegram kanalim lichkasi, silkasi to'g'rirog'i kommentariyada va video opisaniyasida topishingiz mumkin va biz Ederson hamda Ter Shtegenni full qilishni boshlab olamiz. Ter Shtegen ham Ederson ham biroz avvalroq DLC 25 ta 83 holat dedi. DLC 24 ta esa Ter Shtegen 84 holatda ham bo'lgan va biz bu akkauntni endi yig'ishni boshlaganimiz uchun Ter Shtegen va Edersonni endi full holatga yetkazamiz. Xo'sh, bizda anchagina darvozabon uchun kuchaytirgichlar bor va biz albatta Alissonni ham olib uni kuchaytirishimizga ham yetadigan darajada kuchaytirgichlarimiz bor. Shu sababli hozirda Ter Shtegen ancha kuchayib qoldi. Bizda ko'proq Ter Shtegenga kuchaytirgichlar tushmoqda. Yo'q, tengroq ketyapti desa ham bo'ladi albatta. 49 ta kuchaytirgich qolmoqda, 82 ga 82 Ter Shtegenda va Edersonda 85 ga 82. Ederson ko'proq kuchayibdi. Va mana endi Ter Shtegenga, yana Ter Shtegenga. Men Ter Shtegen va Edersonni ancha avvalroq olib qo'ygandim. Bilasiz, bundan oldin bu akkauntda Kulni, Jotani, yana kimlarnidir full qilgan videolarimni chiqardim va bu video unday qarasam juda ham qisqa bo'lib qoldi. 3,5-4 daqiqa bo'lib qoldi Ter Shtegen va Edersonni full qilganim. Shu sababli albatta Alissonni ham keyinroq full qilib shu videoga qo'shib yuborishni o'yladim va shu ishni qilishga qaror qildim. Xo'sh, bizda Ter Shtegen juda ko'tarilib ketdi darajasi. Ederson hali ham 88 va mana endi 89 bo'ldi. Ter Shtegen 91 holatga ham yetdi mana. Xo'sh, bizda 30 ta kuchaytirgich bor ekan, hali darvozabon kuchaytirgichidan. Va Ter Shtegenda hozir full holatini ko'ramizmi? Yo'q, hozircha full bo'lmadi. Va bizda hali ham Edersonga tushmoqda kuchaytirgichlar va Ter Shtegen 86 ga 94 holatda full bo'ldi. Va oxirida break horse berdi, plus 11 bo'lmadi, 92 darajada full bo'ldi Ter Shtegen va biz endi 25 ta kuchaytirgich, 5 tacha kuchaytirgich ketsa kerak, Ederson ham full holatga yetkazib olamiz. 91 ga 87 bo'lmoqda va bizda 91 ga 88 va so'nggi kuchaytirgich bo'ladi bu albatta va 91 ga 88 holatda full bo'ldi. 92 bo'lmadi reaksiyasi. Xo'p, darvozabonda mana endi Alissonni ham sotib olamiz albatta. Va biz Alisson Becker 85 DLC 25 dagi eng baland darvozabon daraja bo'yicha. Bo'yi eng baland esa sariqlardan Courtois va oq kartali darvozabonlar bor, 2.6 cm darvozabonlar bor. Bilsangiz agar hozirda yo'q ekan u darvozabon menda va men barcha oq darvozabonlarni sotib yuboraman. Xo'sh, bizda 25 tacha darvozabon kuchaytirgichi bo'lar ekan. Bu yaxshi natija. 25 tadan menimcha 5 talar ortib qoladi va 20 ta kuchaytirgichga Alissonni full qilib olamiz. Xo'sh, Alisson Beckerni kuchaytirishni albatta endi boshlab olamiz. Alisson Becker, bilasiz, Liverpoolda hozir o'ynamoqda. Liverpool biroz yomonroq darajalar ko'rsatayotganligi uchun Alisson pasayib ketishi mumkin, lekin aniq emas.
Oldin ham Alisson bir jarohat oldi, 8 oylar futbol o'ynamadi. O'shanda ham Dalisi uni 85ligida qoldirdi. Dalisi 22lardan beri Alisson 85 darajada adashmayotgan bo'lsam albatta. Bizda hozircha tenglik 88lar bo'lib turibdi va 89 bo'lib ketdi. Xiyading. Bu reaksiyasi va xiyading, ya'ni reaksiya yaqindan beriladigan zarbalar, xiyading esa GKH, pastdagisi uzoqdan beriladigan zarbalar, tepadagisi esa yaqindan beriladigan zarbalar. Alissonni ham mana so'nggi kuchaytirgich bilan full qilib oldik. 91 ga 94 juda chiroyli holatda full bo'ldi. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling deb qolaman.